Zankiylar sulolasi hukmronlik qilib turgan zamonlar. Yer ostida ikki kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak qabri tomon uzayib borayotgan tunnelni qazishardi. Musulmon olam esa bu ishdan g'aflatda. Hech kim hech narsani sezmayapti. Qazish ishlari uzluksiz 6 oy davom etdi. Ular bilan qabr o'rtasida atigi 3 qadam masofa qolgan edi. Ha, 3 qadam. Ko'pi bilan 20 kunda ish tamomiga yetadi va muborak jasad o'g'irlab ketilishi kerak. O'sha kechalarning birida Damashqning sultoni yig'lagan holda uyg'onib ketdi. U sulton tushida nimani ko'rdi? Nima narsa uni yig'latdi? U sulton o'zi kim edi? Keling, mana shu haqida sizga hikoya qilamiz. Ming 1150-yillar chamasi. Odatga ko'ra musulmonlarning haj mavsumi boshlandi. Makka Madinaga minglab kishilar va minglab ayollar jam bo'ldi. Ana shular orasida 2 kishi ham Andalusdan kelganini aytib, musulmonlar orasiga qo'shildi. Ularning soqollari uzun, oq kiyim kiygan, peshonalarida ko'p sajda qilganlik izlari bor edi. Ular Masjidun Nabaviyning shimoliy devoriga yaqin joydan bir uyni ijaraga oldilar. Bu tasodif emasdi. Har bir qadam, har bir harakat aniq hisoblangan edi. Ular odamlar orasida ishonch qozona boshlashdi. Sabr bilan, doimiy yaxshi xulq bilan yashashdi. Rasulullohning masjidiga hamisha birinchi kelib, oxirida ketishar, har juma kuni kambag'allarni ovqatlantirishar, o'zlari esa hech kimdan hech qanday sadaqa olishmasdi. Madina ahli ularni yaxshi ko'rib qoldi va ishonch bildirib, ular haqiqiy avliyolar, Allohning do'stlari, Allohning mehmonlari deb o'ylashdi. 6 oylik muhabbat, 6 oylik ishonch, 6 oylik soxta islom niqobi. Ammo kechasi chiroqlar o'chgan paytda, odamlar uyquga ketgan paytda soxta niqoblar tushardi. U ikkisi sekingina joy namozni ko'tarib, taxtalarni sukut bilan olib tashlashardi. Keyin qorong'ulikka, yer ostiga tushishardi. Ular bir-biriga bu kecha necha qadam bo'ldi? Faqat 20. Ha, oz qoldi, deyshardi. Ular yer ostidan chiqqan tuproqni katta teri xaltalarga solishardi. Sahar azondan avval Baqiy qabristoniga olib chiqib, uni qabrlar orasiga sochib tashlashardi. Go'yo ular yerni ziyoratchilar uchun tekislayotgandek. Baqiyda ularni ko'rganlar, qanday taqvodor ko'rinish. Bu ikki avliyo faqat tiriklarga emas, o'liklarga ham ehson qilishmoqda. Alloh qabul qilsin deb o'tib ketishardi. Hoy do'stim, musulmon go'l bo'lmasligi kerak. Musulmon bir teshikdan 2 marta chaqilmasligi kerak. Soqolni qo'yib, uzun ko'ylak va do'ppini kiyib, chet elda turib islomdan gapirayotganlar sizni alday olmasligi kerak. Xullas, shu tarzda ular qo'shtirnoq ichida sahobalar qabrlariga xizmat qilib, 6 oyni o'tkazishdi. Hech kim hech narsani sezmadi. Ular esa payg'ambar alayhissalomning muborak qabriga tobora yaqinlashib borishardi. Rasululloh bilan qo'shni bo'lib turgan Madinadagi musulmonlar qolib, Damashqdagi bir musulmon bu ishni sezdi. U kechalarning birida uyg'onib yig'ladi. Bu oddiy odam emasdi. U tarix ko'rgan buyuk sarkarda, ulug' sultonlardan biri, Salohiddin Ayyubiyning ustozi edi. Bu yig'lab uyg'ongan kishi Sulton Malikuddin, Xodimun Nabiy, Horisun Nabiy, Abul Qosim ibn Imodiddin, Nuriddin Mahmud Shahid Zanki rahmatullohi alayhi edi. Nuriddin Zanki o'z zamonasining eng kuchli hukmdorlaridan biri bo'lib, odamlar uni adolatli va payg'ambar alayhisalomga bo'lgan chuqur muhabbati bilan tanishardi. U kishi payg'ambar nomi tilga olinsa, darhol ta'sirlanib yig'lab yuborardi. O'sha kecha Nuriddin Zanki xufton namozini o'qib, uxlashga yotdi va tushida payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rdi. U zotning yuzlari tashvishli holatda edi. So'ngra payg'ambar alayhissalom Nuriddin Zankiga qizg'ish yuzli va ko'k ko'zli 2 kishini ko'rsatdilar va ishora qildilar. "Ey Nuriddin Mahmud, meni bulardan qutqar", dedilar. Sulton qo'rqib uyg'ondi. Qo'llari titrab tahorat qildi va 2 rakat namoz o'qidi. So'ng yana uxlab, xuddi shu tushni yana ko'rdi. Yana tahorat oldi va 2 rakat namoz o'qidi va yana uxladi. Bu tush 3-marta takrorlandi. Bir kechada 3 marta. Bir xil yuzlar, bir xil so'zlar. 3-martadan keyin u kishi endi yotmadi. Uzoq o'ylandi. Rasululloh nimadandir bezovta bo'lyapti dedi-da, quyosh chiqishidan oldin vaziri Jamoliddin Solihni chaqirdi va shunday dedi: "Ey Jamoliddin, bugun kechda payg'ambar alayhissalomni 3 marta ko'rdim. U zot meni chaqirib, meni ulardan qutqar deb takrorlayapti va 2 kishiga ishora qilyapti. Men ular kimligini bilmayman, lekin Allohga qasamki, bugun Damashqda qolib yana uxlashga haqqimiz yo'q", dedi. Darhol otlar tayyorlandi. 20 ta ot zudlik bilan hozirlanib, u bilan ishonchli odamlar yo'lga chiqdi.
Oldilarida uzoq yo'l, tog'lar, sahrolar va xavflar bor bo'lishiga qaramay, Rasulullohning xizmatiga shaylandilar. Sulton Nuriddin Zankiydan yo'l bo'yi ushbu so'z xayolidan ketmasdi. Meni bulardan qutqar. Sulton Madinaga yetib keldi. Hech qanday e'lonsiz, hech qanday kutib olishsiz. U kishi to'g'ri Masjidun Nabaviyga kirib o'tirdi. Odamlar yuzlarini kuzata boshladi. Ammo Rasululloh ko'rsatgan kishilar ko'rinmasdi. Ertasi kuni butun Madina odamlariga pul tarqatish e'lon qilindi. Birorta odam qolmay barcha kelib o'z ulushi olishi amr qilindi. Sulton o'tirib, kelgan odamlarni birma-bir ko'zdan kechirardi. Soatlar o'tdi, ammo u ikki kishi ko'rinmadi. Shunda u shahar hokimini chaqirib, "Kim kelmadi?" deb so'radi. Shunda hokim, "Barcha keldi, sultonim, faqat ikki kishi bor. Ular 6 oydan beri masjid yonida yashaydi. Juda solih odamlar. Ular ko'p ehson sadaqalar qiladi, ammo o'zlari olmaydi. Shuning uchun o'sha ikkisi kelmadi" dedi. Qiziq. Kelganidan beri ehson qilsalar, tinmay uyda ibodat qilsalar, biror ish kasb qilmasdan kun kechirsalar. Sultonning shubhasi kuchaydi va turib, to'g'ri ularning uyiga yo'l oldi. Uy masjiddan bir necha qadam masofada edi. Eshik taqillatilganida bir kishi kelib ochdi. Sulton ichkariga kirdi. Ikkinchisi ham uyda. Avvalgidek oq kiyim, solih ko'rinish, go'yo ibodatdan toliqqan ikki kishi turardi. Sulton ikkinchisining yuziga qarashi bilan darhol tanidi. Qizg'ish yuzli va ko'k ko'zlar, xuddi tushda ko'rganidek. Sulton biroz jim turdi. So'ng, "Bu yerda nima qilyapsiz?" deb so'radi. Ular jaynamozni ko'rsatib, "Bizning kunu tunimiz shuning ustida sultonim" dedi, xotirjam ko'rinib. "Jaynamoz ustida deng?" Keyin oyoqlari ostiga ishora qildi. Qo'riqchilar jaynamozni olib taxtalarni ko'tarishdi. Ne ko'z bilan ko'rmasinlar, to'g'ri Rasululloh qabri tarafga qazib ketilgan tunnel ochildi. Ha, o'sha o'ra to'g'ridan-to'g'ri payg'ambar alayhisalom qabriga qarab ketayotgan edi. Sulton bilan birga o'raga tushganlar oxirgacha borishganida, muborak jasadga yetish uchun atiga 3 qadam qolgani ma'lum bo'ldi. Aldov tugadi. Soxta soqollar, soxta liboslar, soxta taqvolar. Atrofdagi Madina ahli u ikkisiga nafrat bilan qarab, sal qo'ysa ularni burdalab tashlashga shay edilar. Ammo hukmni sulton bilan qozi chiqaradi. Vaqt keldi. Ikki ayg'oqchi omma oldida qatl qilindi. So'ng Sulton Nuriddin Zankiy farmon chiqarib, qabr atrofiga aylantirib chuqur, xandaq qazdirdi va uni eritilgan qurg'oshin bilan to'ldirdi. Shu tariqa hech kim o'ta olmaydigan devor hosil bo'ldi. Sulton o'zi tushib devorni qayta tekshirdi, so'ng Madinani jimgina tark etdi. Ana shu ishidan keyin Sulton Nuriddin Zankiyni Horisun Nabiy, ya'ni payg'ambarning soqchisi deb atay boshlashdi. Alloh azza va jalla o'z kalomida "Alloh sizni odamlardan himoya qiladi" deb va'da bergan. Bu va'da 14 asr davomida o'zini isbotlab kelmoqda. Tarixda payg'ambar alayhisalomning ravzalariga shiyalarning qo'li bilan jami 3 yoki 4 marta katta harakat bo'lgan. Hozir ham Sharq va Ko'rfaz atrofida bo'layotgan hodisalar haqida bizning fikrimiz shunday. La'natlangan qavmning maqsadi yerlarga ega chiqish, boyliklarni qo'lga kiritish bilan birga bu urush ortida e'tiqod yotibdi. Ular Makka va Madinani, Rasulullohning ravzasini nishonga olyapti. Ammo buni o'zlari emas, musulmonlar qo'li bilan qilmoqchi. Atrofi faqat musulmonlar bilan o'ralgan Ko'rfazda urush alangasi kuchaytirilsa, Makka va Madina yo'li berkiladi. Rasulullohni ziyorat qilish to'xtaydi. Hech bir narsa mana shu ikki shaharchalik musulmonlar kalimasini jamlay olmaydi. Buni dushmanlarimiz yaxshi bilishadi. Chunki Rasululloh bizga Yahudi va Nasorolar biror narsangizga, ikki haramingizga hasad qilgandek hasad qilmaydi deganlar. 2024-25-yilda Ka'bani mutlaq rekord 30 million odam ziyorat qilgan. 2025-yil dekabr oyining o'zida Makkaga 12 million musulmon kelib umra qilgani aytildi. Makka va Madinani qo'shib umumiy hisoblaganda esa 1 yilda 68 million musulmon ikki haramga tashrif buyurgan. Bu ko'rsatkichni ko'rgan Yahud va Nasorolarning uyqusi qochgani aniq. Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh o'zi ofiyat va tinchlik bersin. Musulmonlar kalimasini birlashtirsin.